Bugun moliya haqida gap ketganda ko'pchilikning ko'z oldiga banklar, kreditlar va investitsiyalar keladi. Ammo moliyaning shunday yo'nalishi borki, unda foyda bilan bir qatorda adolat, shaffoflik va mas'uliyat tamoyillari ham muhim. Bu islomiy moliya. O'zbekistonda ushbu yo'nalishni rivojlantirishga hissa qo'shayotgan mutaxassislardan biri Iskandar Tursunov. Islom moliyasi O'zbekistonda yangi yo'nalish bo'lgani uchun bu yangi yo'nalishning O'zbekiston uchun, milliy iqtisodiyot uchun qo'shimcha katta bir miqdordagi moliyaviy va iqtisodiy etkisi, uning ko'magi, manfaati bo'lgani boisa biz aynan shu islom moliyasi rivojlantirish yo'lida kompaniyamiz va jamoamiz bilan birgalikda harakat qilmoqdamiz va bu harakatlarimizning natijasini davlatimiz rahbari munosib ko'rib taqdirlashi biz uchun ham sharaf, ham mas'uliyat, ham hisobdorlikni bildiradi. 2024-yilda u Al-Muomalat Consulting kompaniyasiga asos soldi. Kompaniya AAOIFI bilan hamkorlikda O'zbekistonda xalqaro sertifikatlash va imtihon tizimini yo'lga qo'ygan. Avvalambor davlatimiz rahbariga ko'krak nishoni uchun, yuksak bir mukofot uchun o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Bu mukofot nafaqat o'zim uchun, balki Al-Muomalat Consulting jamoasi uchun deb bilaman. Chunki bizning islom moliyasi rivojlantirish yo'lida qilayotgan ishlarimiz uchun berilgan bu katta e'tirof biz uchun yanada katta bir mas'uliyat ta'minlaydi. Iskandar Tursunovning bu boradagi faoliyati munosib e'tirof etilib, faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu mukofot uning nafaqat tadbirkor sifatidagi faolligi, balki mamlakatimizda yangi moliyaviy yo'nalishlarni rivojlantirishga qo'shayotgan hissasining ham e'tirofi bo'ldi.